Bugun Yangiyer shahar hokimi Otabek Nosirov hamda shahar prokurori Feruz Artikov rahbarligida shahardagi obodonlashtirish ishlari tanqidiy muhokama qilindi. Xususan, kuni kecha viloyat hokimi boshchiligida Yangiyer shahrida o'tkazilgan o'rganish jarayonida barcha mahallalarda obodonlashtirish ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgani, tegishli mutasaddi tashkilotlar rahbarlarini uyg'otish zarurligi ko'rsatib o'tilgan edi. Shu bois viloyat rahbari topshirig'iga asosan iyul oyi zarurdor oylik sifatida belgilandi. Yig'ilish davomida shahar hududida, xususan Yangiyer shahridan o'tuvchi M34 avtomobil yo'li atrofi, shuningdek mahallalarda olib borilayotgan tozalash va obodonlashtirish ishlari atroflicha tahlil qilindi. Shu o'rinda ayrim mas'ul rahbarlar o'z vazifalariga mas'uliyat bilan yondashmayotgani tanqid qilinib, haqli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Shuningdek, mahalla yettiligi a'zolariga aholi bilan doimiy muloqotni kuchaytirish, fuqarolarni obodonlashtirish va tozalik ishlariga keng jalb etish, mavjud muammolarni aholi bilan hamjihatlikda hal etish muhim vazifa ekani alohida ta'kidlandi. Bu jarayonda profilaktika inspektorlarining ham faol ishtiroki va tashabbuskorligi muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi. Yig'ilish yakunida aniqlangan kamchiliklarni qisqa muddatlarda bartaraf etish, sanitariya holatini yanada yaxshilash hamda obodonlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish yuzasidan mas'ul rahbarlarga aniq topshiriqlar berildi. Belgilangan vazifalar ijrosi qat'iy nazoratga olinishi shahar hokimi tomonidan ta'kidlandi.